oqib ketmaydigan, tushib ketmaydigan usulda qozon somsalarini uy sharoitida tayyorlab ko'ramiz. Oldindan tayyorlab olingan slayonli xamirlarimizni 40 grammdan uzib olamiz. Slayonli xamirni tayyorlash retseptini alohida video qilib to'liq shaklda joylab qo'yganmiz. Bemalol kirib foydalansanglar bo'ladi. Zolalarimizni to'rtburchak shaklda chetlarini yupqora, o'rtalarini sal qalinroq holatda yoyib olamiz. 500 gram farshga 500 gram piyozni qo'shib, tabga ko'ra zira, murch hamda tuzni aralashtirib, videoda ko'rsatilgan shaklda to'rtburchak qilib tugib olamiz. Tugishdagi ahamiyatli jihati sloykalar, ya'ni qavatlari, izlari ko'rinib turadigan tomonini tashqariga qilib, tekis tarafini somsamiz ichida, ya'ni farsh to'ldirib, ustini yopamiz. Somsalarimiz yopishga tayyor holatga kelib oldi. Qozonimizni 10 minut oldin qizdirib qo'ygan holatimizda somsalarimiz qozonga yaxshi yopish uchun tuxumni oqiga ozgina botirib olib, qozonimizga yopib, ustini yopib 10 minut dimlab qo'yamiz. 10 minut davomida dimlanib, ichidagi farshlar pishib olgandan keyin somsamizni orqa tomonini o'girib, ya'ni olovga qaratib qo'yamiz. Bu jarayonda 15-20 minut davomida somsalarimiz usti qizaradi. 20 minut davomida somsalarimiz tovozi bilan pastga qarab suvlari oqib, shunaqa tayyor bo'lib pishib chiqadi. O'zimizni qiynab, gazlarni qirqilib, qozonni ovora qilmasdan pechkada ham pishirib qo'yishimiz mumkin, deyishinglar mumkin, lekin bunaqa pastga qarab hokisorlik bilan pishgan somsalarni o'ziga xos ta'mi bor. Xuddi tandirdagi sifatli va mazali deyishga til bormaydi, lekin duxovkadagi somsalardan ancha farq qiladi. Qo'shimcha ma'lumotlar video ostida. Xato va kamchiliklar uchun ma'zur tutasiz. Vaqtingizga rozi bo'ling. Assalomu alaykum.